Avtotest imtihonlarida ko'pchilik o'quvchilar asabini yegan savollar ketma-ketligini tanishamiz. Demak, ekranda ko'rinib turgan 4 ta belgidan imtihon savolida 3 ta savol bor. Demak, shu 3 ta savolni sizlar bilan ketma-ketlikda ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi savolimiz qaysi belgi yo'lning tor qismida harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berish lozimligini bildiradi? To'g'ri javob A. 2.6 imtiyoz belgisi ro'para harakatlanishning ustunligini bildiradi. Ya'ni haydovchi yo'lning tor qismida ro'paradan kelayotgan transport vositalariga yo'l berish lozimligini bildiradi. Navbatdagi savolimiz qaysi belgilar qatnov qismi kesishgan chorrahalarda harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berish lozimligini bildiradi. Va bizda to'g'ri javob B va D javoblar. Ya'ni 2.5 to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisi tartibga solinmagan chorrahalarda ikkinchi darajali yo'lga o'rnatilib, transport vositalari to'xtamasdan harakatlanishini taqiqlaydi va shu bilan birgalikda kesishgan yo'lda asosiy yo'lda harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berish lozimligini bildiradi. Ikkinchi belgimiz D belgisi 2 tur yo'l bering belgisi. Bu ham ikkinchi darajali yo'lda ekanligimizni bildiradi. Kesishgan yo'lda asosiy yo'lda harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berish lozimligini bildiradi. Uchinchi savolimiz esa qaysi belgi kesishgan yo'llarda harakatlanayotgan transport vositalariga to'xtamasdan harakatlanishni taqiqlaydi? Ushbu savolimiz javobi B javob bo'ladi. Ya'ni 2.5 to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisi belgi oldida to'xtamasdan harakatlanishni taqiqlaydi. Videolarimiz sizga tushunarli va manfaatli bo'layotgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling va like bosing.